Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, xususan Havasdan biznesgacha kanalining qadrdon obunachilari, hammalaringizga xayrli kun tilayman. Bugun parrandalarimizda tinchitib bo'lganmiz. O'tlarni berdik, donlarini berdik. Chorniy izumrud titanikimiz. O'tgan yili 25-mayda chiqqan jo'ja xo'roz. Kattaligini qarang. Endi o'tkalarimiz hammasi yaxshi. Qo'shimcha suvlar berib qo'ydik. Tuxumlashlari yaxshi. Qancha to'g'larimizni qarang. Xo'rozimizni qarang. Olov. Qip-qizil xo'roz. Buni Marg'ilondan 1,5 oyligida 150 ming so'mga sotib olgan edik. Juda chiroyli xo'roz chiqqan. Boyaga aytadiku videolarda ko'rib miyalaringiz qarsak chalib yorsan deb, o'shanaqa xo'rozdan chiqqan. Tomosha qilib mazza qilasiz. Bu koreyskiy handicap to'g'larimiz. Bularning jo'jalari, tuxumlari sotuvda bor. Zakaz qilganlarga yig'ib chiqarib beramiz, xudo xolasa. Chorniy izumrud va chorniy koreyskiy endi o'tkalarimizni jo'jalarini nasib bo'lsa iyun oyidan sotuvga qo'yamiz. Hozirdan zaklab tashlab, zakaz berib qo'yishyapti. Kimda kerak bo'lsa, xudo xolasa 50 ming so'mdan chiqadi bularning jo'jalarining narxi. Hozirdan zakaz berib qo'ysanglar, xudo xolasa iyun oyidan boshlab chiqarib beramiz bularni. Gigant katta og'ir vaznli endi o'tkalarimiz. Bularni hozirdan zakaz berib qo'yishyapti manaki jo'jalariga. Hozir mana kurk bo'lib yotganlari bor. Bosib yotishibdi. Bularni hozir aprel oxirigacha, may oyiga bularni hammasini jo'jalarini o'zimizga olib qolamiz va iyun oyidan boshlab xudo xolasa jo'jalari sotuvga chiqadi. Birinchi zaklab tashlab zakaz berib qo'yganlarni chiqaramiz, keyin qolganlarniki davom etib ketadi. Mana bu kurk endi o'tganimiz 11-aprelda yotgan. Bu endi o'tganimiz nasib bo'lsa mayni 19lariga ochib chiqar ekan, 18-19larga ochib chiqadi. Mana bu qancha to'g'imiz kurk bo'lib olyaptimi deymanda, har bu yoqqa yotib olyapti ko'p. Bu yerlarda tuxumlar yig'ilyapti. Izumrudlarimizni, gibridlarimizni tuxumlari, bu yerlarda tuxum yig'ilyapti. Bu yerlarda tuxum yig'ilyapti. Ishqilib yaxshi. Hozir tuxumlashlari ancha yaxshilangan. Bu yerda kurk bo'lib yotib qolishni boshlagan edi. Tuxumlarni olib qo'yaverdim, yo'q to'xtadi tuxumlar bu yerda. Hozir mana bu yerda tuxumlar yig'ilib qolgan. Manaki nasib bo'lsa shu patta o'qishni boshlayapti, asta-sekin yotsa kerak endi bu yerga. Bu yerga lekin tuxum ancha yig'ilib ketgan. Chamasi 30 tacha tuxum bor. Bug'doylarni to'ldirib qo'ydik, qonlarni to'yg'izib olishgan, maza qilib yotib dam olishyapti hozir endi. Ko'katlarni har kun beryapmiz va sizlarga ham tavsiya qilaman. O'tni qirqib berib tursanglar, tuxumlashlariga ham xo'rozlarni ishlashiga ham ancha yaxshi yordam berar ekan bu. O'zim sinovimdan o'tdim, menga maslahat berishgan edi, e'tibor qilmay yurgan edim. O'tni qirqib bersa juda yaxshi yeydi ekan va tuxumlashlari ancha yaxshilanar ekan. Bu yerda ham manaki o'tlarni qirqib beryapmiz, maza qilib yeyishyapti. Ayniqsa supurgi o'simligini, yosh supurgi o'simligini kichkinaligida, ya'ni 1,5 metrcha bo'lganigacha juda zo'r yeyishar ekan. Qirqib beryapman, maza qilib xuddi bedadek yeyapti. Bug'doylari to'la. Kulviyando tovuqimiz tuxumlashga tayyorgarlik ko'ryapti. Viyando tovuqlari ham juda yaxshi sertuxum tovuq ekan. Nasib bo'lsa buni ham jo'jalardan ko'paytirib olaman. Sertuxum tovuqlarni jo'jalardan ko'paytirib, nasib bo'lsa tuxum yo'nalishiga ishlatamiz, xudo xolasa bularni. Bu yerlarda bizning kurklarimiz yotibdi buniki. Birin-ketin qatorasiga. Ertalab qurigan xastalarni o'zlaridan qolgan o'tlarni qoldiqlaridan uyalarga tashlab qo'ygan edim. Mana o'zlari taylariga to'shab, anaqa chiroyli uya qilib olishyapti buni. Naryoqlarga ham tashlaganman, ular ham mana qarang. O'zlari tumshoq bilan tortib olib, o'zlarining taylariga to'shab olishyapti. Hozir bu yerda padrat 5 ta endi o'tka va bitta qorabosh munchoq bo'yin o'rtagimiz kurk bo'lib yotibdi ekan shu yerda o'zida. Ana shunaqa qadrli tomoshabinlar, kechagi videomizda ko'rsatgan edim, ko'rmaganlar uchun ko'rsatib o'tib ketaman. Lakenfelder xo'rozimizni uylantirdik. Ya'ni Loman Sandy tovuqlardan qo'shib qo'ydik bularga. Lakenfelder parodasi ham nesushka hisoblanadi, ya'ni tuxum ko'p tug'adigan zotlardan hisoblanadi. Loman Sandy ham xuddi shunday tuxum ko'p tug'adi, uni fermalarda ishlatiladi. Endi shularni zotini, ikkalasini duraga zotini chiqarib olamiz. Tuxum yo'nalishiga ishlaydigan jo'jalar chiqadi, xudo xolasa yonasi. Bu yerda bizlarning 2 oylik 3 donagina endi o'tka jo'jamiz qolgan. Kimga kerak bo'lsa bular sotiladi. Narxlari 50 ming so'mdan. 2 oylik bo'lib qoldi, parchalar chiqib qolgan, katta-kattagina bo'lib qolishgan. Tovuq jo'jalarimiz esa o'zimizda qoladi, ular sotilmaydi. Bu yer esa bizlarning o'rdaklarimizni shaxsiy basseynlari, maza qilib bo'lib cho'milib yurishadi. Nariyoqqa soyabonchasi bor, ayvonchasiga kirib dam olishadi, soyalashadi va bu yerdan chiqib kelib uylariga kirib maza qilib donlarini yeb, qornini to'yg'azib, yana chiqib cho'milgan chiqib ketishadi. Xo'sh, ichkarilarda nima gaplar? Ichkarilarda ham havo salqingina bo'lgani uchun bu yerda ko'p kirib shu yerda dam olishadi. Ichkarida ham tug'ruqxona desa ham bo'ladi bu yerda. Naryoqda uyasidan tuxumlar qo'yib tashlashgan. Mana bu yerlarda tuxumlar qo'yib tashlashyapti.
Mana tuxumlar, o'sha patta o'qishda ham boshlab berdik, hademay ko'p bo'ladi shekilli. Bu yerda patta o'qishda boshlabdi, bu yerda ko'p bo'ladi shekilli, xudo xolasa. Bu yerda ham tuxumlar bor. Bu yerda tuxumlar bor. Va nihoyat bu yerda tuxumlashni to'xtatishibdi. Tuxumni olib qo'yaverib, og'ir to'xtatdim. Bu yerda ham sekin-sekin patla paydo bo'lishni boshlayapti. Nasib bo'lsa, hademay ko'p bo'lib qoladi shekilli bu yerdagi ham. Bu yerda lekin tuxum ko'p yig'ilib ketgan. Mana bu yerda tuxumlar bor, anchagina yig'ilib qoldi bu yerda ham. Xullas, tuxumlashlari yaxshi, hozir ancha yaxshilangan. Hademay birin-ketin hammasi ko'p bo'lishni boshlaydi va nasib bo'lsa, hademay jo'jalarni chiqarishni boshlaymiz. Xudo xolasa, yo nasib. Bugun havo dim. Bugun o'zi video olmoqchi emas edim, biroz vaqtim ham tig'izroq edi. Hozir vaziyat taqozosi bilan ozgina vaqt paydo bo'lib qoldi, shuning uchun hozir video olib dedim. Ertaga chunki yomg'ir ko'rsatilgan. Erta loygarchiliklarda yurib video olish biroz odamga noqulay bo'ladi. Shuning uchun bugun video olib joylab qo'yaman dedim. Agidelarimiz maza qilib suvga cho'milishyapti. Hovuzlarning suvini yangilab qo'ydik bugun ertalabdan. Maza qilib toza suvda cho'milib yayrashyapti. Begunoklar, g'ozlar. Hovuzimiz naryoqda maza qilib qarang. Maza qilib emas, maza qildiryapti, ya'ni bizani ko'zimizni quvnatib, dumlarini yoyib. Sisarkalarimiz aylanib yurishdi. Kimga qanday bilmadim, men uchun mazza. Endi parranda sevarlar uchun menimcha mazza bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bog'iy so'lavanda parrandalar yursa, albatta bu mazza bo'ladi. Odam tomosha qilib zavqlanadi, stressdan tushadi odam. Odamga ruhiy quvvat beradi qandaydir. Xo'sh, mayli, bugun ba'zi bir savollarga javob berib o'tib ketaman. Bizga kommentariyaga ko'p savollar kelyapti, lekin doimo vaqtim bo'lavermaydi savollarga javob berishga. Bugun mayli biroz vaqtim bor. Shuning uchun savollarga javob berib o'tib ketaman bugun. Qarang, xuddi chakarakzor yovvoyi junglilarning ovozini beradi, odam. Kimga qanday biladi? Ko'pchilik tovusning ovozini yoqtirmaydi. Menga esa bilmadim, bir qandaydir yovvoyi tabiatni eslatgani uchun menga buning ovozi yoqadi. Mayli, savol javoblarga o'tamiz. G'aybulla Haydarov degan akamizmi, ukamizmi endi bilmadim. Shu kishi savol bergan ekanlar. Ko'k savol emas, ya'ni bu taklif. Ko'k xo'rozga ham bitta tovuq olib kelib qo'ying deb, nasib xudo xolasa, o'zi unga bitta tovuq atalgan edi, o'sha tovuqimiz yo'lda o'lib qolibdi. Shuning uchun u tovuqsiz qolib ketdi. Nasib bo'lsa, unga ham tovuq olib kelamiz xudo xolasa. Uzum 1997 deb nik qo'yilgan ekan YouTube'larida. Kaklik ham boqib ko'ring deb taklif etdilar bu kishi ham. Xudo xolasa, yo nasib hali fermamiz rivojlanib borsin, o'zini o'zi qoplab. Chunki hozir biz hali rivojlanish paytidamiz, o'zlaringiz tushunsanglar kerak. Endi rivojlanish paytida ancha qiyinchiliklar bo'ladi. Sisarkalarni quvib qolyapti tovusimiz. Biroz qiyinchiliklar bo'ladi baribir ko'tarib olguncha, to o'zini o'ziga qoplatib, eplab olgunimizcha biroz qiyin. Shuning uchun hozir zotlarni juda ko'paytirib yubora olmaymiz. Hozir o'zimizda borlari ham anchagina qiynab qo'yapti. Xudo xolasa, yo nasib, endi kelasi yilga shu kakliklarni ham xuddi sisarkalarda ham olib kelib qo'yirib qo'yadigan holatini qilishni niyat qilganman. Xudo xolasa, yo nasib ko'ramiz endi. Agar ishlarimiz o'xshab boraversa, ularni ham qilamiz yo nasib. Tovusimizga makon olib kelamiz, tovuslarimiz, kaklik, sisarka, xullas, shunaqa har xil parrandalar aylanib yuradigan holatda qilib qo'yishga harakat qilamiz inshaalloh. Hayot va hayot deb niklangan YouTube egasi o'tgan avgustda ochilgan endi o'tga jo'jalari qachon tuxum qo'yadi? Ayniqsa mana shu savollar juda ko'p beriladi. O'tgan sentyabrda ochilgani qachon tuxum qo'yadi? O'tgan boshqa oyda ochilgani qachon tuxum qo'yadi? Umumiy bitta qilib javob berib o'tib ketaman. Endi o'tkalar mandagilar 7 oylikda tuxumga kirdi. Endi bu aynan shu oyda tuxumga kiradi degani emas, boqishingizga, sharoitiga ham qaraydi. Uyachalarni yaxshi taxlaganingizga qaraydi. O'ziga bexavotir joy topa olsa, o'sha organizmi tayyor bo'lgandan keyin 6 oylikdan avval tuxumga kirmasligi aniq. Balki mart oyiga 6 oylikdan o'tib qolgan bo'lsa, masalan 7 oylikka yaqin bo'lib, o'sha ertaroq ham tuxumga kirishi mumkin. Havolar isib kelaversa, ularda qo'zg'alish davri boshlanadi. O'shanda organizmi tayyor bo'lsa, ya'ni u qishi bilan yaxshi ovqatlar bilan boqqan bo'lsangiz, shunda u ertaroq tuxumga kiradi, ya'ni mart oyidan yoki 7 oylik to'lgan bo'lsa, organizmi tayyor bo'lib kelsa, fevral, yanvar oylarida ham tuxum tug'urar ekan. Kechki jo'jalar kech bo'ladi, tuxum qo'yadi deyshadi. Yo'q, o'sha misol uchun sentyabr oyidagini ham hisoblasangiz, 7 oyga hisoblasangiz, misol uchun aprel, may oylariga to'g'ri keladimi? O'sha paytlarga kelib tuxum qo'yadi ular. Ba'zilari jazirama issiq paytga to'g'ri kelib qoladi, shu sababli kechikadi. Ba'zilari sovuq paytlarga to'g'ri kelib qoladi, kechikadi yoki tuxum qo'yib yuradi, kurk bo'lish kechikadi. Mana shunaqa holatlar bo'lib turadi. Endi bu men sizga aytgan javobim 7 oylikda tuxum qo'yadi desam, aniq 7 oylik bo'ldi, aniq tuxum qo'yadi degan emas. Shuning uchun to'g'ri tushuninglar, meni yolg'onchiga chiqarmanglar. Bu savol nisbiy javobga ega. Shuning uchun men aniq sizlarga bitta aniq fakt javob bera olmayman bunga. Keyin Hakimova Tursunoy degan
singlimizmi, opamizmi savol bergan ekanlar. G'ozni tuxumi qancha vaqtda ochadi? Endi o'tganiki qancha vaqtda ochadi? G'oz tuxumlari 30-31 kunda ochadi. Sovuq paytlarga to'g'ri kelsa, hatto 40 kungacha ham cho'zilib ketishi mumkin. Ochib chiqishi, lekin jo'jalari nobud bo'lmasdan ichida tuxumda saqlanadi havo sovuq bo'lgan paytlarda. Palada bo'lib qolibdi deb, endi vaqt o'tib ketdi deb yorib ko'rmanglar, fonar bilan tekshirib ko'ringlar, shunda bilib olasizlar. Chunki ko'pchilik shunaqa qiladi. Fonar bilan tekshirib ko'rishga yo erinadi yoki shunday qilib tekshirish yo'lini bilmaydi-da, tuxumni bittasini choqib ko'radi yaxshisi. Bu bitta jo'jani isrof qildingiz degani, nobud qildingiz degani. Shuning uchun shunaqa qilmasdan fonar bilan tekshirib ko'rish kerak. O'rtacha hisobda g'oz tuxumlari 30-31 kunda ochib chiqadi. Endi o'tkalarniki esa 35 kundan 40 kungacha bo'lgan vaqtni o'z ichiga oladi. Asosan o'rtacha 38 kunda ochib chiqadi endi o'tkalar. Xo'sh, Qahramon Sadiqov degan tomosha obunachimiz savol yo'llabdilar. Endi o'tkaga tovuq tuxumini bostirsa sindirib qo'ymaydimi? Sinib qolmaydimi? Yo'q, men o'tgan yili endi o'tkalarimga tovuq tuxumlarini ochlattirganman. Hatto kurkadan ham yaxshi ochib berishgan. Faqat bitta nozik tomoni bor. Shu qo'ygan vaqtingizni belgilab qo'yishingiz kerak va 21-kunga, 20-21 kunlarda ehtiyot bo'lib, tagiga tez-tez borib qarab turishingiz kerak, chunki tovuq tuxumining po'chog'i nafs bo'ladi va o'rdakda oyog'i pardali bo'ladi. Ya'ni tuxum mo'rtlashgan paytida pardali oyog'i bilan bosganda jo'jani g'ijimlab qo'yishi mumkin, tuxumni yaxshi ochib chiqmasidan. Shu paytlarda biroz ehtiyot bo'lib turish kerak bo'ladi. Qarab tez-tez shu g'ijimlab qo'ygan bo'lsa ham ochib olsanglar bo'ladi. U ham kamdan-kam hollarda bo'ladi, lekin shunaqa holatda bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lib turish kerak bo'ladi. Lekin bundayiga ochib chiqa oladi. Sinib qolish holatlari kamdan-kam uchrab turadi. Xo'sh, endi Rahimboy Yulfijanov degan obunachimizdan savol kelibdi. Endi o'tka g'ozni tuxumlaridan nechta bosa oladi? Endi o'tkalarga g'oz tuxumini bostirish bu menimcha g'oz tuxumini eng effektiv oshirish yo'llaridan biri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki g'oz tuxumlarini, ayniqsa g'oz tuxumlarini endi o'tkalar eng baland foizda ochib bera oladigan parandalar hisoblanadi. Chunki kurkalar ham g'oz tuxumini past foizda ochadi, chunki ular namligini yetkazib bera olmaydi. Inkubatorda ham xuddi shunaqa. Inkubatorda aniq bir yo'lini, sistemasini bilmasangiz, inkubatorda ham foizi past chiqadi. Lekin endi o'tkalar eng yuqori foizda ochib bera oladi deb o'ylayman. Nechta bosishiga kelsak, 11 ta normalniy bo'ladi. Endi o'tkazi katta kichikligiga qarab germanskilar chiqdi. Mana hozir germanskiy endi o'tkalar chiqqan. Germanskiy endi o'tkalar 14-15 tagacha ola oladi tuxumni tagiga. Lekin o'zimizdagi endi o'tkalarga esa 11 tadan oshiqchalik qilar ekan. 11 ta tuxum ham endi g'oz tuxumlari katta, juda katta narsalar bo'ladi. Shuning uchun endi o'tkani tagini to'ldirib qo'ya olar ekan shu 11 ta tuxum ham. Bu meni o'zimning tajribamda sinab ko'rib aytgan ma'lumotim. Xo'sh, Boymurod Alixonov degan obunachimiz telefonni ko'tarmayapsiz deb yozibdilar. Qadrli tomoshabinlar, mana shu masalada ham gapirib o'tib ketmasam bo'lmaydi. Telefonni doim ham ko'tarishga vaqtim bo'lavermaydi, to'g'ri tushuninglar. Ba'zida zaryadga qo'yib ketgan bo'laman, ba'zida ish qilayotgan bo'laman. Menga qo'ng'iroqlar juda ko'p keladi. Xudoga shukr, chunki har bitta qo'ng'iroq bu menga rizq degani. Chunki shu orqali men parrandalarimni sotyapman. Imkon qadar harakat qilaman javob berishga, lekin doim ham javob bera olmasligim mumkin. Shuning uchun imkon qadar Telegramda yozishga harakat qilinglar. Chunki har bitta telefonga anchagina vaqtim ketib qoladi. Avvalgi videolarimda ham aytganman, biza parranda sevarlar ko'p suhbatlashadigan odamlarmiz. Ishimizni shatta bitirib, shatta telefonni o'chirmaymiz-da, chunki o'zim ham shunaqaman. Parranda sevarlarning ko'pchiligi shunaqa bo'ladi. Bir-birimizga tilimiz yaxshi qovushadi-da, boyagi suhbat uzoq cho'zilib ketib qoladi. Bu orada ajdaniyaga tushishlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar Telegramda yozsanglar, голосовой tashlasanglar, savollaringizga javob berishga ham yoki biror nimani narxini bilmoqchi bo'lsanglar, narxini, boshqa savdo qilmoqchi bo'lsangiz, hatto savdolashishni ham голосовойdan qilsa bo'ladi bemalol. Bu bizani, meni ham, sizni ham ancha vaqtingizni ekonom qiladi. Shuning uchun imkon qadar agar mobodo qo'ng'iroq ko'tara olmasam, qo'ng'iroqqa javob bera olmasam, Telegramda yozishga harakat qilinglar. Yodgorbek degan obunachimiz, aka tagi nimada? Menimcha endi o'tkalarning tagiga tuxumni ikkinchi partiya bostirishni so'ramoqchi bo'lganlar shekilli. Tagiga tuxumni olib qo'yishni ko'rsating deganlar. Savolingizni men uncha yaxshi tushuna olmadim, Yodgorbek. Shuning uchun aniq bir sizga javob bera olmayman. Lekin endi o'tkalarning tagidan tuxumni, jo'jalarni olib tuxumni qo'yishni so'ragan bo'lsangiz, jo'jalar ochib chiqqan paytida jo'jalar qurimasidan, ya'ni badanlari, patlari namligida jo'jalarni olasizda. Misol uchun 10 ta ochdimi, 10 ta olib tagiga 10 ta yangi tuxum tiqib qo'yasiz. Yana bir aylanib kelganingizda, misol uchun qolganlarini ochgandan keyin qolgan jo'jalarini xuddi shunday namligida olib, o'rniga yangi tuxum tiqib qo'yasiz. Shunda ikkinchi partiya bosib yotadi. Chunki quritib olgunigacha kutib qolsangiz, ya'ni siz band bo'lib qolsangiz, u jo'jalarni quritib olsa endi o'tga, keyin bolasiga, jo'jasiga mehri tushib qoladi-da, keyin u turib ketib qoladi, yangi tuxumlarni bosib yotib qolmaydi. Shuning uchun imkon qadar jo'jasini quritmasidan tagidan olib olish kerak, u bilmay qolish kerak, shu jo'jasiga mehr qo'yib ulgurmasligi kerak. Bugunga savollar yetarli. Xudo xolasa savollarga javoblar menimcha foydali maslahatlar va foydali ma'lumotlar bera oldim degan umiddaman albatta. Bergan ma'lumotlarimni kimgadir foydasi tegsa, albatta men bundan ancha xursand bo'laman. Juda xursand bo'laman. G'ozlarimiz cho'milishini qarang, xuddi oq qushlarga o'xshab juda chiroyli yurishadi suvda bilan.
Mana shu parrandalarimizda hammasini jo'jalari sotuvda bor, tuxumlaridan zakaz bersanglar, tuxumlaridan ham taxlab beramiz. Bugun kecha xudo xolasa biz yangi 500 talik inkubator ham oldik. Endi xudo xolasa inkubatoriya xizmatlarini ham yo'lga qo'yamiz, inshaalloh. Shunaqa niyatdamiz va o'zimizdan tuxumlar ortishi endi kam bo'ladi. Shuning uchun tuxum zakaz bermoqchi bo'lganlar oldindan zakaz berib, zaklab tashlab qo'ysanglar, nasib bo'lsa yig'ib berishga harakat qilaman. Jo'jalari esa hozir sotuvda ham bor. Nasib bo'lsa zaklab tashlab qo'ysanglar, keyin ko'proq oladiganlarga ham yig'ib beramiz, xudo xolasa. Agidel o'rdaklarimiz manaki, bular juda katta-katta o'rdaklar. Hozir videoda qanday ko'rinyapti bilmayman. Bozordagi oddiy oq o'rdaklardan emas bular. Bular broiler o'rdaklar hisoblanadi. 2 oyda 3-3,5 kilogacha vazn ola oladigan o'rdaklarning zotlaridan bular va tuxumda juda ser tuxum hisoblanadi. Har kuni ancha-anchagina makiyonlarning pashti soniga teng tuxum qo'yadi bular. Indiyskiy begunokli o'rdaklarimiz ham xuddi shunaqa tuxum yo'nalishida, lekin bular broiler o'rdaklar emas, go'shtni kam qiladi, lekin go'shtlari yog'siz, juda mazali qizil go'shtlar bo'ladi. Va tabobatda tavsiya qilingan go'shtlar sarasiga kiradi bularning go'shtlari va dekoratsiya yo'nalishida ham juda yaxshi bo'ladi. Misol uchun uylaringizda boqsanglar, o'ziga xos yurishlari bilan odamni e'tiborini jalb qiladi. Va miyalaringiz anchagina dam oladi, asablaringiz tinchlanadi, bularni yurishlari, turishlari juda bir chiroyli narsalar bo'ladi. Pingvin o'rdaklar deyiladi bularni yana, chunki tikka yurishadi, xuddi pingvinlarga o'xshab. Begunoklarning qora zotlari hali kam, juda kam. Bizda hozir qora jo'jalari chiqyapti. Xudo xolasa zakaz qilsanglar, shu qora jo'jalari ham bo'ladi. G'ozlarimizni ham jo'jalarini sotuvga qo'yganmiz. Bozordagi narxdan 5000, 10000 arzon. Chunki bozordagi narxda desam, misol uchun hamma yerda har xil narx. Bizning bozorimizda g'oz jo'jalari 80 ming so'mdan narxlanyapti. Men esa 70 ming so'mdan sotaman degan niyatim bor. Xudo xolasa, kimga kerak bo'lsa, g'ozlarimiz jo'jalari bor. Hozircha kam albatta jo'jalarimiz. Xudo xolasa yana bostirib qo'yganmiz, yana chiqib kelyapti. Chunki g'ozimiz 3 tagina makiyon g'ozimiz bor. Bularni cherezden tuxumlaydi ekan bular. Shuni hisobiga bizda hozir ob'yom unaqa katta emas. Ozgina, misol uchun 4 ta, 3 ta, 5 ta, 10 ta mana shunaqa holatda qilib bera olamiz, xudo xolasa. Sisarka jo'jalarimiz ham hozir sotuvda bor. Va xudo xolasa yaqinda yana yangi partiyalarimiz ham chiqadi. Yonasi zakaz qilsanglar, xudo xolasa sisarkalarimizni ham jo'jalarini chiqarib beramiz. Bizdagi narxlarni aytib o'tib ketaman. Bizda hammasi 35 ming so'mlik narxlar g'ozlardan tashqari. Ya'ni sisarka jo'jalarimiz ham, indiyskiy begunoklarniki ham, agidel jo'jalari ham 35 ming so'mdan, xanxyab tovuqlarimiz jo'jalari ham 35 ming so'mdan chiqadi. Ya'ni 5 kun bir haftalik bo'lib chiqadi. Undan u yog'iga narxi o'zgaradi, o'sib boradi. Faqat g'ozlarimiz narxi 70 ming so'mdan chiqadi jo'jalari. U ham 5 kun bir haftalikgacha. Undan yuqoriga chiqqani narxlari yana o'zgaradi. Mayli qadrli tomoshabinlar, parrandalarimizni aytib o'tganimiz yetadi. Yana aytmoqchi bo'lganim, reklama xizmatlarimiz ham mavjud. Misol uchun kimdir parrandani ko'paytirgan, endi o'tga g'oz parrandalar ko'paytirgan va ularni sotishga qiynalayotgan bo'lsa yoki sizlarda siz boqqan yerda, ya'ni o'sha viloyatda narxlar arzon bo'ladigan bo'lsa, mana xudo xolasa reklama xizmatlarimiz ham bor. Internet orqali sotish albatta bu foydaliroq. Bozorga chiqasiz, boyga kimlargadir yalinasiz, olishi uchun yolg'onlar ishlatishingizga to'g'ri keladi, o'zingizga gunoh olasiz. Yana kimlardir bepsand molingizni yerga urib ketadi, unda bir asabiylashasiz. Xullas, bozorda sotish, men o'zim ham chiqib ko'rganman, bilaman. Bu bozorda narsa sotish bu asabgarchilikdan boshqa narsa emas. Internet orqali esa faqat asosan oladigan odamlargina qo'ng'iroq qilishadi. Va yaxshi narxlarda sotish imkoniyatini beradi internet. Shuning uchun misol uchun bizning reklama xizmatlarimiz parrandangizni boshiga 2000 so'mdan tushar, 3000 so'mdan tushar. Parrandangizni boshiga hech qanchadan pul tushmaydi-da. Mana shu pulga biz reklama qilib beramiz, reklama chiqarib beramiz va parrandalaringizni sotishingizga ancha yordam beramiz, xudo xolasa. Endi esa tuxumlarni terib teramiz bugungi xazinalarimizda inshaalloh. Xo'sh, bismillahirrohmanirrohim. Birinchi agidel o'rdalarimiz uyasidan boshlaymiz. Bu yerda tuxum yo'q. Mana bu yerda tuxumlarni yig'ib qo'yishibdi. Xo'sh, 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 ta. Mana bu yerda bitta bor ekan. 9 ta tuxum bor ekan bu yerda. Bu uyalarda adashmasam yo'q. Oldin faqat shu uyalarda tuxum tug'ar edi. Bir kurk bo'lib olishyapti. Kurk tagidan tuxum qoldirmasdan olib qo'yayotganim uchun kurkdan chiqib ketishyapti yana. Lekin shu kurk bo'lgan paytida 5-6 kun tuxum. Xo'sh, tuxumlarni yig'ishda davom etamiz. Telefon kelib qoldi, shu qo'ng'iroqlar kelib qoladi, ishlarimiz to'xtab qoladi-da. Shuning uchun aytaman sizlarga, ko'proq imkon qadar telegramlarda yozsanglar, shunaqa vaqtni olishlar bo'lmaydi. Bu yerda 2 ta tuxum bor ekan o'zi. Boya nechta terganidek esimdan chiqib ketib qoldi. Xullas, adashmasam 12 tami shunaqa tuxum yig'ildi shekilli. Yaxshi. Agidellarimiz bir sira kurk bo'lib, yana tuxumlari yig'ilishni boshlayapti, ya'ni ko'payishni boshlayapti. Tovuqimiz bu safar begunoklar tomonga o'tib olibdi. Xo'sh, begunoklarimiz uyasida nima gaplar? Xo'sh, bu yerda 2 ta tuxum bor ekan. Boshqa yo'q. Bu uyada tuxum yo'q.
Mana bu yerda bitta tuxum bor ekan. Mana bu yerda esa ikkita tuxum bor ekan. Xo'sh, bu yerda adashmasam bitta tuxum ko'ryapman va yana tuxum tug'ilgan bo'lgan, o'sha choqib qo'yishdi shekilli, sindirib qo'ygan va sindirib qo'ygandan keyin uni yeb qo'yibdi shekilli tuxumni. Adashmasam boshqa tuxum yo'q. Ha, u naryoqda yana bitta bor ekan. Bu yerda yo'qmi? Endi esa tashqariga chiqamiz. Tashqarida boya yerlarda ko'rgan edim, tuxumlar tug'ib qo'yib tashlashgan edi. Mana bu yerda bittasi qolibdi. Ikkinchisi yoriq tuxum edi, boya ko'rib ketgan edim. Uni menimcha yorib yeb qo'yishdi shekilli. Tuxum yorilsa, tuxumni yeb qo'yadigan odati bor bularni. Bu yerga hovuzimizda suvini chiqarib olgan edik. Ularga tayyor o'ynaydigan ko'rmay bo'ldi. Xo'sh, endi ko'p bo'lib qolgan sisarkalarimizni va ikkinchi partiya tuxum bosayotgan indiyskiy begunokimizni bezovta qilgan bo'lamiz. Bu yerda ikkitasi ko'p bo'lib yotib olgan, bularni chiqarib tashlashimiz kerak. Va shu yerda shuni hozir chiqarib nariyoqqa o'tkazib yuboraman. Mana qaranglar qadrli tomoshabinlar. Vah. Sisarkamiz mana jo'ja ochishni boshlabdi. Esa yorib qolmay o'lib qolibdi. Bechora. Bittasi mana ochib chiqibdi, qolganlari ham mana tuxumlarni sindiryapti. Bu tuxum ham singan. Mana jo'jalari chiqyapti, xudo xolasa. O'zi tabiiy holatda tuxumlarni ochib chiqyapti. Anaki. Ana yangi mehmon. Assalomu alaykum. Anaki. Sisarkamiz. Ona sisarkamiz. Tuxumchi qo'yma. Ona sisarkamiz manaki zurriyodi. Qoyil. Mana endi ko'ramiz nechtasini ochib chiqa oladi, nechtasini yo'q. Ko'ramiz xudo xolasa. Baka bularga bezovta qilmaymiz, indamaymiz. Onasi kelib yotsin. Bu bitta o'lib qolganni po'stlog'i badaniga yopishib qolgan ekan, chiqolmasdan o'lib qoldi. Indiyskiy begunokimiz ham tuxumlarni bosib yotdi, tuxumlar yaxshi rivojlanyapti. Hozir tuxumlarni ham tekshirib ko'raman desam, telefonim zaryadi kam qolibdi, o'sha spechkasi yonmayapti. Mayli, xudo xolasa yaxshi deb umid qilamiz. Yaxshi hammasi. Bu ikkinchi partiya bu tuxum bosib yotdi indiyskiy begunokimiz. Indiyskiy begunok tuxum bosa olmaydi, onalik instinkti past deyishadi, lekin mana bizdagi indiyskiy begunoklar o'sha ikkinchi partiya tuxumni bosib yotibdi. Bir marta jo'jasini chiqarib berdi va tagiga yana tuxum qo'ydik, yana tuxum bosdi manaki. Xo'sh, g'ozlarimizning uyasida nima gaplar? Bismillahirrohmanirrohim. G'ozlarimizning uyasida tuxum yorilgan shekilli bu yerda ham. Nimani tuxum yorilgan? Menimcha sisarkan tuxum yorilgan bo'lsa kerak. Bu yerda bitta butun sisarka tuxum ham bor ekan. Yo'q, g'oz tuxumi yorilibdi mana. G'oz uyasini taxlayman deb tuxumni yorib qo'yibdi. Mana bu yerda yana bitta sisarka tuxumi bor. Buni ham olib qo'yamiz. Bu yerda yana bitta sisarka tuxumi bor. Buni ham olib qo'yamiz. Tuxum yorilsa shu uyasi rasvo bo'lib qoladi-da. Somonlardan, yangi somonlardan to'shab qo'yamiz, to'g'irlab. Uyasini nam qilib qolmaydi. Manaki. Bugungi natijalarimiz mana shular. Alhamdulillah, Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Ar-Razzoq Alloh, rizqimizni Alloh yetkazguvchi. Endi esa nasib bo'lsa jo'jalarimizni bir bor kirib ko'ramiz. Qarang qanday zo'r. Tikka yuradi, piming o'rdachalar. Yurishlariga piming yurishlarini eslatadi qarang. Xo'sh, tuxumlarni yo'q qo'yib qo'yamiz. Bu yerda bizani Indoudka, Agidel, begunok o'rdalarimiz, jo'jalarimiz, xudo xolasa, bular hammasi sotuvda. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, indiyskiy begunok, broiler, Agidel o'rdalarimizda va Indoudkalarimiz jo'jalari sotiladi. Jo'jalarning narxlarini aytib o'tib ketaman. Bu yerdagi hamma jo'jalar 35 ming so'mdan, donasi 35 ming so'mdan chiqarib beriladi. Broiler, Agidel o'rdalarimiz ham 35 ming so'mdan, begunoklarimiz 35 ming so'mdan va bu yerdagi Indoudkalarimiz germanskiy va koreyskiy gibrid jo'jalari 35 ming so'mdan chiqadi.
jo'jalarga qanaqa don beryapsiz deydiganlar uchun mana makka yormasi va broiler ovqat aralashtirib beryapman. Aralashma ovqat beraman va bunga hozir bunga qo'shilmagan, lekin tuxum, qaynatilgan tuxumni ham ezib mana shu ovqatga aralashtirib beraman. Maza qilib yeb olishadi va bularning qornini og'ritmaydi bu ovqat. Hozir mana shu ovqatdan ularga berib qo'yamiz. Ovqatlari tugab qoldi. Hozir bularning ayni ishtahasi ochilgan payt, chunki o'sha 10 kunlik bo'lib qolishdi. Bosib yeydigan payti keldi. Bu yerda bizani bugungi ochib chiqqan yangi hamshab jo'jalarimiz. Maniki. Hali ochishda davom etishyapti. Hozir chiqqanlari bu yerga ko'chirib qo'ydik issiqxonamizga. Maniki. Bu yerga qizil xo'rozimizni va koreyskiy qizil xanqay tovuqlarimizni jo'jalari mana shu. O'rtada bitta oq sidoy anonimiz ham bor. Sisarkachamiz. Sisarka ham jo'jalari ham ochishda boshlayapti, xudo xolasa. Kimga kerak bo'lsa, mana shulardan zakaz qilib qo'ysanglar, xudo xolasa bir haftalik qilib chiqarib beramiz. 5 kunlik bir haftalik qilib chiqarib beramiz. Bizda yangiliklardan yana bittasi mana bunaqa 526 talik inkubator sotib oldik. Xudo xolasa endi inkubatoriya xizmatlarini ham qabul qilamiz. O'zimizda atrofimizdagi ya'ni Qarshi shahri va Qarshi Niyozbudun atrofidagi odamlarga inkubator xizmatlari bor, tuxumlarini ochtirib beramiz. Bu yerda bizani ochilgan jo'jalarimiz, bu zakazga ochtirib berilgan jo'jalar. Mana shunaqa qadrli tomoshabinlar, shuning bilan bugungi videomizni yakunlaymiz. Hammalaringizga Allohimning xayriyatlarini, barokatlarini tilab qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.